men o'zimga tayinib yashay. Bu xiyolga qilgan bir va'da. Sen uxlasang tushing bo'lib men yiroq mangay g'irich bir qadam. Putqollarim yerib dalg'ucha, nurli ko'zim xira bo'lguncha. İşki jihatdan boshqa zaxmi yo'q, faqat bosh qismi yengil darajada zaxmlanibdi. Boshqa zaxmlarni nazardan saqit qilsak bo'lg'idek. Ansirma. Tez yaxshi ketadi. Hech kimga aytma doktor. U yiqib tushib, birni usib oldi xolos. Lekin qasanganlik aniqlab turmamdi. Bo'ldi doktor. U yiqilib tushib birni usib oldi. Men bu ishni so'roqini surishtirib, bu qayslikning qayt yuzi bo'lib qolishini xohlamayman. Belki sizin o'ylagan yarangiz bordi. O bak o'ziga ishonadi. O bir qalamkash. Hamma kishini o'zideklam yaxshi deb o'ylaydi. Hamma ishga oq ko'ngillik bilan qiladi. Uning o'zining bu ishni kimning qilganligini bilgisi yo'q. Chunki o'zi bilan munosabatsiz birisining kelib bunda qilmaydiganligini o bilan o'qidi. Shundaqla surishti qilib kelsak, o'zi bilan yaxshi muomala qilib kelgan birining qilganini bilib hayatga bo'lgan qarshi o'zgarib ketishi mumkin. O davomliq yaxshilarni ko'ylab kitob yozaversin. Eskilikni qilsin, ularga qonun bor. U uyg'onganda mendan kelganimni demang. Lekin buni yushirishning hech qanday hojati yo'q-ku. O men tarbiyalagan o'g'il. Balamning yaga qaragan vaqtini men uqtag'isi yo'q. Çünkü dadam shuni o'rgatgan menga. Ishlar bo'lsa meni vaqtida xabarlantirib turing. Bo'ldi, xotirjam bo'ling. Balangiz uchun yaxshi qaraymiz. Rahmat sizga. Ems bir ish bo'lib qolsa bizga xabar qilib berasiz. Kral. Reşiniz var mı? Lider biz Sübi bilan qat'iy aloqa qilishamidik. Nima? Biz faoliyat qilamiz desak, bundan muhim vaqt yo'qolib ketdingizmi? Bu xizmatni siz chiqib boshqa odamga o'rlashtiring. Ijro boshqarish sistemasiga uchur chiqib qo'ying. Hamma ish qoidasi bo'yicha bo'lsin. Ama Sübi mas'uliyatsizlik qilgan odam emas, balkim bir ish bo'lganda. Shu men boshda o'ylagan, lekin bek tuyuqsiz bo'lib qoldi bu ish. Men qandoqligini faqat bilmay qoldim. Faoliyatga yana bir hafta vaqt bor deyman. Yana bir hafta vaqt bor, lekin mening o'ylaganimda faoliyat yana Sübi kelganda qilsak bo'larmi deb o'yladim. Chunki Sübi bekam astoydil. Uning ustiga siz bo'lmasangiz men ishlarni yaxshi hal qila olmayman. Xizmat ishiga hissiyat aralashtirsak bo'lmaydi. Buni siz obdan bilasiz. Biz tashqi guruhida logika bo'yicha boramiz. Tartib bo'yicha boramiz. Sübiga men muqoyil. Ammo hozir qilayotgan xizmatda mutlaq natija chiqmadi. Biroq mening o'ylaganimda Sübi mush tartib shirkatining ishlariga mas'ul bo'lgan ekan, bu faoliyat tartib shirkatining faoliyati. Shu Sübi mas'ul turib bo'lmas qanday bo'ladi deb o'yladim. Bunu bilaman. Siz chiqib bir yaqin chaqirib qo'ying. Ma'qul.
Yaxshimi adash? Yaxshimi? Yo, oqshom nim bo'lib ketdik-ki, bek mazalab ketibdik. Lekin seni ko'rib bak xo'sh oldimmi? Nindaydigan adash? Biz oqshom subini urib sen sog' salomat ketgandingmi? Yo'lda bir ish bo'lmaganda. Subini urdiqmi? Ya meniki mi deyamsan? Chaqchaq qilma adash, men bir masjidimni suvoq o'xshayim debdimi? Mas'ud ketibdi ekansan adash. Xeyli urdim. Adash chaqchaq qilma adash, rost subini urdiqmi biz? Qarasam bugun ish qilmganmidi? Chuqur doktorxonada yetib qolgan bo'lishi mumkin. Adash bu bir yer urib adash tutilib qolmasmiz-a? Hech kim yo'q yerda o'ldim. Ansirma, bizga ish olmaydi. Lekin avvaldan ansirab qoldim. Telefon qilsa, telefon ulanmabdi. O'lmagan-da adash. Balchirilma. O'lib qolsa, 2 yilimiz qatilib qolmas. Va adash, manga adash, jim o'tiringlar adash, men ishni buzmay. Ya bu sening qishindagi subini bir taraf qilamiz deb qonda olib bu subini urib qoldik deyman-da. Hey, men sening subirani ishini keyin bir taraf qilaylik qara. Hozir mashina qilmasa qilmaydi. Qara, meni birsiga otib qo'yaplar. Tugitdi. Hozir nima deyib qopdi, ashni bir yo'qlab keladi adash. Ya. Adash, men sana keyin telefon qaytaray. Ha, ma'qul adash, amsma omonlik qilaymi? Bu yerda o'g'irlikchi kim bilan telefon paranlashyapsiz? Bir og'inam telefon qilibdi-ki, o'zimizning ish to'g'riliq. Bugun kayfiyatimiz toza yaxshi emas bu. Tuningni boshlab topib qoldim. Tungun tug'ilgan kunni bo'lmiz, baxo'shal xuram o'tkazibsizlar. Bu kayfiyatlar nima bo'lganda endi? Men qaranglayapti. Sizning esingizga yana bir ishni sab qo'yay. Baxtimizga ko'z tegmasin, degidek ikkimizning hech qanday munosabat yo'q deyman. Gap qoldi o'ylashib biroq qilasiz. Endi biz bir bo'limda emas deb tug'ilgan kunda arib qo'yishning o'rni yo'q deyman. Buni mendan so'rmang. O'rlash to'g'richizim so'rang. Uning ustiga hozir o'rnimning qanday bo'lishidan qat'iy nazar men degan mayzonning katibi. Har qachon adabingizni bera olaman. Andin tuting ana siz zanjiringizni. Buniki mening oldimda menda tuturuqsiz ishlarni azroq qilasiz. Bu zanjirni bagin kirdingizmi yoki sevimlik boshliqingiz qichidimay kirdingizmi? Mayzon sizni chaqiryapti. Qaytib ketibsiz. Nega qarasak urishdiganlar qizlar? Shuna men nima izlab keldim? Sen bilan sheriklashay deb. Voy, mana xo'sh xabar. Shuna chukku yaqmi sol qopqim sal tatib olibdi. Bir xo'sh xabar olib keldim. Ha degina. Meni subini tushunib boqqan ba. Bir ishni olib qolmasa? Nima deysan? Tabi o'lametimdan ishlamlayman. Voy, sen nima deyapsan? Ha degina. O'zim bilsam men subini yaxshi ko'rman. Lekin qarab turib ahmoqan bir xiyol bilan qo'ldan chiqarib qo'ydim. Shuni olamen izlab keldim. Men uni faqat qo'ldan chiqarib qo'yg'im yo'q. Lekin qanday qilib qo'lga tushirishning amalini faqat topolmadim. Sen nima demoqchi zada? Sen uning bilan yaxshi o'tsan-ku. Ashna olamen bilan jurab, uni ko'zi ko'sib qo'y demoqchimi ya? Voy, menga. Hamscha. O'zing bilsa, hozir uningga men ko'nglimni ifodalay desam, men Nigar degan ko'zga qadalgan maxluq ish qilib. O Nigarga pul versan ish qilavergan qiz ola. O pul bilan hamma odamni ham ish qildira oladigan turdi. Ishlar bek murakkablashib ketdi.
Sübi bir bayna halı so'p chiqdi. U mashinam buzilib qolgan vaqtda men degan chet yezi uchun olgan degandi. Samimiy, intayin samimiy. Har rost yezi uchun olibdi, lekin boy ayolning bolasi ekan-ku. Sana işte degan bitti. Ha, uni qo'shdi degan. Mengo Shehlag'oni bir yalang tush shoir deb tanishtirgan. Hammamizning beshig'i mendiga bo'ldi. Onun qaysi gapining rost, qaysi gapining yolg'onligini rostga qilsam men bilamadim. Endi, men seni izlab kelishimlik asosiy maqsadga kelsak, hozir senmi yolg'iz, menmi yolg'iz. Bunun ustiga men shirkatdan qaytib chiqdim, bir ish qilay desam, faqat xo'sh yoqmadi, hech qo'lim bormidi, rayim bormidi gapning ochiqchi. Shuning ishimizning gapimi bir yerdan chiqdi ekan. Unda bo'lgandan keyin senmi meni obdan bilsa, menmi seni obdan bildigan bo'lgandan keyin ishimiz bir bilish qilmaylimi? Gap qilaman. Endi men onda chiqib pulmi yo'q qara. Endi oddiy bir usulchi degina qara. Unda olsa sening gapingni anglay, qolgan ishlar o'zing eg bilsa, degina nima ish qilamiz? Subina piyg'i tushimiz. Men bilan yurmagandan keyin hech kim bilan yugul qo'ymayman. Voy, u hech kimga qarayolmaydi. Xotirjam bo'la. Nimishqa? Doktorxonada yetib qolgan bir ishlar bor. Voy, nima bo'pti? Birisi qaslab uvdimish qilib. Sen qaslamagansan? Ya qanday ish bo'lsa, udu dava menga ishimiz hozir yatadan bo'lmagan ekan. Hey. Ya biz berib mushni aniqlab boqamiz ya. Biz aniqlab boqamiz. Bu qatimliq murosimning ishiga Sübi yüz bo'lgan bo'lsa ayt yaxshi bo'ladi. Ammo ishqisi yo'q. Bu qatimliq murosimning ishini savrlashib turdim. Vay. Adaş, mangıda adaş. Vay diyine ha. Otura adaş mıydı? Ya bu... Ne yokudan da çıkındım bir yere adaş. Bir moğut şulap gitmeye de bilemiş ya. Ha diyine. Çırağın başkıçılığı bugün. Ya adaş aslında yıkkın ağıyla var. Başın türmük solup etti. Xaviran yok degine attık bu işte. Kimdeydi kan sen? Oylan. Ot koydun mu? Ne kaşo? Bayakay. Şu adaş. Çak kımanlar engaren. Adaş. Çak kımanın kılçılık yalgın yok adaş maaşına. Hey. Men ketken piçet kapkagan ya bu. Amda adaş onu deyimiz bunu deyimiz. Ben şu üç dallı işini bilmeye kara. Qaysi ne? Ben Mata'nın yakın dostu var çoğun boyuydu. Aştan inisa Çin Şogan adaş. Üzerinin muhabbetine bana tanıştırıp koyup beni hoş kılmışsan sen binada taş ütüme diyen. Manda iş adaş. İkincisi. Az sen toy kılmaya diyen Nigar var var. Şu Nigar'a Rinat'ın pulunu aldı adap manda gibi getken. Üçüncüsü adaş. Mine üyemge çoğun kapazlı birini koyab adaş. Meni kapazlık solap koymakçı ki. Ana diken çoğun bay ma Sübina çişe tigip koyga okşaydı. Sübi bir telefon bilen lan. Solap kesip bitemiş. Neden tapıdığansı adaşmış da geplen. Başını kaydırıp levettin mi? Oğun mene yıka ağinem kara. Akyonluk yer rast. Hem aşınçılı aşını kıp kiteme şu an. Hem de çoğun bay Sübi'ye degenen kim bop gitti. Hazır açta adamlar var mı ki? Bir telefon bilen kestirip ötürgen, bir telefon bilen soltup ötürgen. Bağdaş,
bo'lmaydigan shu. Bu odamning ichiga kirib chiqib bo'lmaydigan. Kim bo'ldi da shu? Ilqilaqqa shoir shu. Hey, onun yine de tüzük bir pulumsa. He? O üzünün cinin aran can bekvassa. Nerede müşünçilik işlerini kıldı deydi. He? Adaş, içimde puşamay, çıkıp bir telefon kılan la. Köş paranı alıp gireydi. Bir gipimge işense almam de. Bir gipim fakat işemeyetken adaş. Ekberiniz